1 litri 70 ming so'm turadigan qaymoqni bugun uy sharoitida manam tayyorlab ko'rdim. Eng qizig'i bor yo'g'i ikkitagina masalliqdan 1 litr qaymoq tayyor bo'lar ekan. Qaymoq tayyorlash uchun sirli idishimizga 500 gram sut solamiz. Sut ustidan Margarito brendining universal saryog'laridan 400 gram solamiz. Idishimizni gazga qo'yamiz va saryog'i erib ketguncha aralashtirib turamiz. Ahamiyatli bo'lamiz, sutimiz qaynab ketishi kerak. Saryog'i erigach gazdan olamiz va yaxshilab blender qilamiz. Tayyor massani 1 litrli bankaga solib, xolodilnikka bir kechaga qoldiramiz. Bir kecha turgan qaymog'imizni olamiz, idishga solib yana bir marotaba blender qilib olamiz. Shu joyda videoga bitta like bosib, to'rtta dugonamizga jo'natib qo'yamiz. Qarabsizki, bizda bozornikidan ham qolishmaydigan mazali qaymoqlarimiz tayyor bo'ldi. Men mikserni ozgina ko'proq qilib yuboribman, qaymog'im ko'pirib vazdushniy bo'lib qoldi. Lekin mazasi juda ham mazali. Sizlarga ham hech bo'lmaganda bir marotaba shu usuldan foydalanib qaymoq tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Agar allaqachon tayyorlab ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Meni kuzatishda davom eting va bundan ham zo'r retseptlar oldinda sizni kutmoqda. Hammangizga yoqimli ishtaha.